Assalomu alaykum. Men sizlarga bugun oddiy qilayotganda birlamchi o't o'chirish vositalaridan foydalanish haqida ozgina tushuncha bermoqchiman. Ana, mening qo'limda ikki xil birlamchi o't o'chirish vositasi bor. Buni Agniushitel deb ham yuritishadi. Men bu qo'limdagi OP, ya'ni Agniushitel Parashkovoy turdagi Agniushitel, bunisi OU Agniushitel uglekislotniy. Bizada hozir mana shu O'zbekiston sharoitida mana shu ikki xil Agniushitel ommalashgan. Men mana OP5 Agniushitelni ishlatishni ko'rsataman. Mana albatta bunda mana bu joyda davlenasi bo'lishi kerak, davlenaga e'tibor berish kerak, davlena turgan bo'lishi kerak. Mana bu joyda oxirgi marta qachon qayta zaryadlanganligi haqida ma'lumot bo'lishi kerak. Keyin buni mana OP3 deb yuritiladi, ya'ni buni hajmi 3 kilolik Parashkovoy Agniushitel hisoblanadi. Buni ishlatishda mana plombasi bor, hamma narsasiga e'tibor berdik. Berkasi tortib ishlatiladi. Albatta bu bir joyda uzoq muddat turgan bo'lishi mumkinligini, ehtimolligini hisobga olgan holda qo'lga olganimizdan keyin обязательно mana bunday qilib 2 marta yoki 3 marta imkon darajasiga aylantirib olish kerak. Bu yoqdan berka uzilib, ochilgandan keyin olib olovga qarab sepiladi. Shuni esdan chiqarish kerak emaski, bu Agniushitel o'z nomi bilan birlamchi o't o'chirish vositasi, ya'ni yong'inni dastlabki vaqtida yong'inni o'chirishga xizmat qiladi.